Assalomu alaykum, hurmatli bozor obunachilar, kuzatuvchilar. Dolas Farg'ona viloyati Quvvatmani Quvachorma bozori tashrif buyuramiz akalar. E'tiborlarga cheksiz boshlaymanlar. Sizlarga zo'r sara-saralarni chiqarib beramiz. Savdoga sotilayotganlar va barakalarni chiqarib beramiz. 19-aprel haftaning yakshanba kuni. Farg'ona viloyati Quvvatmani Quvachorma bozori. Akalar mana boshladik. Bunisi bilan unisi 23,5 million so'm baraka bo'ldi. Bu xunaji bilan bu xunajimiz. 9,200,000 so'mga baraka bo'ldi. Xunaji. 11 million so'm narx aytilyapti xunajini. 9,5 million so'mga savdo bo'lmoqda. 12,5 million so'mga baraka bo'ldi. 12,5. 12 million so'm narx aytilyapti. 12 million so'mga baraka bo'ldi. 12 million so'm. 10,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Savdosi. 12 million so'mga jicha kami bor ekan. Xunaji. 20 million so'mga baraka bo'ldi. Savdosi bo'lyapti. 13 million so'm. To'ssasi. Baraka bo'ldi. 13 million so'm, 50 ming so'mga baraka bo'ldi. 13 million. 13 million so'm to'ssa. 25 million so'mdan. Xunajilar kattalari. O'g'lingizlarga ko'rdim. 12 million so'mga baraka bo'libdi xunajimiz. 12 million so'm. 9 million so'mga baraka bo'libdi bu xunajimiz. Mana qo'y basilari. 30 million so'mga baraka bo'libdi. Novoslarimiz. 11 million so'm, 900 ming so'mga baraka bo'libdi. Xunajimiz. Ikromjon